Yo, hammaga salom. Sizlar bilan men Muhammad Ali va bu Kapitan Uzbek kanali. Hozirda bizda jami hisobda 4 ta daraxt bor. Daraxtlarni ochamiz. Xullas kalom daraxtlarni ochamiz. Yo'qda 4 ta daraxt bor. Assalomu alaykum. Oh, mujik. Juda ham emblemaga. 30 ta 40 ta yurdi-da. Ispaniya. Sama. Mandek bo'lding-ku. Prezident hech qisi yo'q. O'linishda qoldi. Pol alga. Yo'q. Shukran. Birinchi va oxirgi daraxtimiz. Bu yoqda 5 ta emblemaga. Polaga, xullas kalom polaga 10 ta qoldi. Mana ko'rib turibsizlar. 10 dona. Xullas kalom 3 ta daraxt va 116 pilis ochamiz. Xullas kalom obunachilar. La Liga. Hozir yana 3 ta daraxt ochamiz. Shunisi ham yaxshida. 116. Menimcha yarim himoyachi nima bor edi-da, ataka midfielderga deb. Hozir ko'ramiz-da. Bo'lsa yaxshi edi-da. Ha, midfielder bor, bu yoqda. Umid qilamanki, yaxshi o'yinchi bo'lsin-da. Bismillah deb ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bular menimcha balki sotiladigan o'yinchi. Bular vay. Nima qilaman men artani? Hammayni motivatsiyani so'ndirmasdan 3 ta daraxtimiz ham bor. Shularni ham ochamiz. Bismillah. Bular. Emblemaga даже ochko qo'shilmayapti. Shunisi ham yomon-da. Qanday qilib tushishgan o'yinchi 7 ta qoldi, 7 ta. Nimaga arda gular? Men 2 ta gular bu. 2 ta bu bor. Nima qilaman buni? Jami hisobda 1200 ta shart tiqamiz. 116 endi menga kerak emas. Hammasini tiqaman. 7400 ta shart. Xullas kalom, hozir bizda bitta daraxt bor. Shuni ham ochib olamiz. Emblemaga taxminan 20 ta qo'shildi. Ispaniya, La Liga, Atletico Madrid va bu Pupil. Bu tarkibchamiz hali ham shunday. Hozirda VC ataka yo'nalishida bizlar 10 ta yo'nalishni qildik. Hozir 3 ta daraxt birinchi marta shu akkauntimda qilishim. Xursandman, xullas kalom. Bu yoqda 3 ta daraxt paketlarini ochamiz. Paket. Soladigan paket. Faqat internet qotibdi, hech qisi yo'q. Nimagadir qotibdi. Hozirda VC ataka yo'nalishida bizlar 10 ta yo'nalishni qildik. Hozir 3 ta daraxt birinchi marta shu akkauntimda qilishim. Xursandman, xullas kalom. Bu yoqda 3 ta daraxt paketlarini ochamiz. Paket. Soladigan paket. Faqat internet qotibdi, hech qisi yo'q.
Kimgadir qo'topdi. Telefon ertadan chiqib ketdi. Ishqisiga hozir kirsin. Mana 3 ta draft. Birinchi draft ketdi. Papel almashtirdi üstelik. 112. Emblemaga 5 ochko qo'shildi. Yangi o'yinchilikmi? Kerak emas o'yinchi. Va bu yoqda 113. 3 ta draft qoldi. Mana ko'rib turganingizdek. Hatto hayotda o'nta qilolmaydi. Harakat qilib ko'ramiz. Xullas kalom seriya yo'nalishi ham, ya'ni Italiya seriyasi keldi. Bu yoqda draftlar qayoqda edi? Ha, mana. Bu yoqda 5 ta draft ochamiz. Doğru-doğru 2 minutlik olmadı mı? Olganman. Hozir jami hisobida nechta draft bor? Bizda 7 ta draft bor. Polaga 3 ta qoldi. Shuning uchun hozir 7 ta bittalar. Mana Polda ham Pola ham ushlashimiz mumkin. Messi bu mu? Aytdim-ku senga Messi keldi. Volkan. Braziliya. Left back. Menimcha 117. Yaxshi. Va Pol. Ketdi-yu. Emblemaga qanchadir ochko qo'shildi va bu Argentina. Striker. Martinezmi bu 108 va nima qilaman men Martinezni? Men Messi deb o'ylabman. Xursand bo'ldim Messi deb. Yo'q, qanday Martinez yo'q-ku. Va ko'plab yo'qda qo'ygan. Shuncha ochgan draftlarim minusga ketibdi. Yana walkout. Niderlandiya, SV va bu 117. Yaxshi qay 117 lar beribdi. Sar emblemaga kamash qo'shildi. Bu safar nima? Walkout jana. Amerika CDM qanaqadir jamoa va bu 115. Oxirgi draftimiz. Bu safar kerak emas o'yinchi. Bu yoqda 110dan 120 gacha nima? Bu yoqda shartlarni ko'rsak qancha bo'lib ketar ekan. Hozir menga Martinez nimaga kerak? Kerak emas o'yinchini beribdi-da. Bu nohaqlik. Kurtka jam hisobda hammasini berib yuborsak 8000 ta. Martinezni olsak 5000, 700, 12000 ta, 13000 ta bo'ladi. Hozir Martinezni boshqa pozitsiyasini ko'rsak-chi. U bu yerda 5000 ta olmos beribdi. Nima? Emblemamiz 700 bo'ldi. Yaxshi. Bir 300 dan ko'p emblem oldik. Hozir yana bitta draft ochamiz. Umid qilaman bu safar yaxshi o'yinchi beradi. Ikkita ochsak ham bo'ladi, faqat 300 ta vachdan ko'ramiz va ikkita draft ochamiz. Bu yoqda yangi o'yinchi emblemga qamash qo'shildi. 300 ta olmos vachdan nimalarni ko'rib olamiz. Olmoslarimizni boshqa ilojimiz ham yo'q. Shu nimaga Martinezni berdi? Shu Messini bersa yaxshiroq edi. Messi deb o'yladim. Men ham bilmadim, shart yig'ib normal o'yinchi olamiz. Xafa bo'lmang. Boksda omad kulmasa, futbolda yoki xokkeyda albatta omad.
Bu yoqda yana bitta reklama ko'rib olamiz va yana bitta draf ochamiz. Xafa bo'lmang. Boksda omad kulmasa, futbolda yoki xokkeyda albatta Tak, bu yoqda bitta draf ochamiz. 3 mana reklamalarni ham ko'rib oldik va draf ketdi. Bu yoqqa yangi o'yinchi faqat kerak emas. Bu yoqda salgina ko'proq o'yinchilar kerak emas o'yinchilarni yuboramiz. Shartsiga 300 bu yoqda. Xullas kalom ko'raman. Xullas kalom tarkibchimiz mana shunday holatda. Hammaga xayr deb qolaman obunachilar. Всем пока.